Men hozir bir hadis aytaman. Mana shu hadis hammamizni ustozlarimizga, hamma muallimlarga rohat bo'ladigan bir hadis azizlar. Imom Termiziyda kelgan bu hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin hatta an-namla fi juhriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khayra." Ya'ni aytibdilarki, albatta Alloh, qarang, albatta Alloh va Allohning farishtalari, osmon va yerdagi barcha zotlar, hatto yerni ostidagi chumolilar, suvdagi baliqlar hammasi odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi. Qarang, ichimizda bitta oddiygina bir muallim bo'lsangiz, sizga Alloh, Allohning farishtalari, yer va osmondagi zotlar, hatto yer ostidagi qumursqalar, suv ostidagi baliqlar ham haqqingizga duo qilar ekan. Bundan ulkanroq tuhfa, bundan kattaroq e'tirof bormi azizlar? Islom dini ilm dini ekanligiga nishona beradigan buyuk hadis. Islom dini ilm egasini ko'klarga ko'tarishlikka namuna bo'ladigan hadis mana shu. Bu yerda olim haqida gap ketmayapti. Oddiygina bir odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi muallim. Maktabda qo'limizga qalam ushlatib yozishni o'rgatgan ustozlarimiz, hunar o'rgatgan ustozlarimiz hammasi mana shu hadisning taxtidadir. Bugun ushbu mav'izada siz azizlar bu hadisni eshitar ekansiz. Men aminmanki hammamizni qalbimizdan ustozlarimiz o'tdi. Qaysi birimiz maktab ustozimiz, qaysi birimiz oliy gohlardagi ustoz, kimdir ko'zidan hunar o'rgatgan ustozi o'tdi. Hammalarimizni, o'tgan ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Hozirda ustozlik qilayotgan muallimlarimizning barchasiga Alloh taoloning quyidagi hadisga muvofiq salovati, salomi va barcha mahluqotlarning istig'fori bo'lsin.